O'zingiz bilan band bo'ling. Bu dunyoda eng muhim loyihangiz sizning o'zingiz. Boshqalarning hayoti, ularning xatolari yoki yutuqlari ustida bosh qotirish o'rniga o'zingizning yo'lingizni, ichki ovozingizni tinglang. O'tmishda qolgan insonlar va voqealar yuragingizdan sekin chiqib ketsin. Ular sizni shakllantirdi, lekin endi ushlab turmasin. Bugungi siz ertangi kun uchun poydevor. Har kuni ozgina bo'lsa ham o'zingizni yaxshilang. Yangi bilim oling, odatlaringizni tahlil qiling, sabrni o'rganing. Rivojlanish bu jarayon. U og'riqli bo'lishi mumkin, lekin aynan shunday og'riqdan yetuklik tug'iladi. Sayohat qiling. Yangi joylar, yangi yuzlar, yangi havolar sizni yangilaydi. Dunyo qanchalik kengligini his qilgan sayin muammolaringiz qanchalik kichik ekanini tushunasiz. Har bir safar o'zingizni topish sari yana bir qadamdir. Ishoning, siz o'z ustingizda ishlashni boshlagan paytdan boshlab hayotingiz tubdan o'zgaradi.